tinchlik opaversin. Bu shaharni sizlar ham hali tasavvur qila olmayapsizlar. Men shunday ko'zguda tasavvur qilyapman, qanday shahar bo'ladi. Sizlar ham salgina bo'lsa ham ishonyapsizlarmi? Qilsa bo'lar ekan-ku Andijonda deb, yo'qmi? Andijon, yangi Andijon Bobur shahriga o'zgardi. Shuning uchun mana shunday tarixiy kun hammamizga muborak bo'lsin va shoir va mutafakkir Alisher Navoiy nomi qo'yilgan azim shahar kabi shonli tariximiz va kelajagimiz o'rtasida ma'naviy o'yin bo'ladi. Yangi tariximizdan munosib o'rin oladi. Shu Boburning baland nuqtasida Zahiriddin Muhammad Bobur bobomizning yangi muhtasham haykalini ham yaratamiz. Haykal qanday bo'ladi? Eng yuqori joyda tomonimiz izlayapmiz. Hozir shunday buyuk haykal bo'ladiki, shu Andijondan chiqqanlaringdan haykal ko'rinishi kerak. Bu bir. Ikkinchidan, haykalga borishdan oldin bobomiz Afg'onistonda, Pokistonda, Hindistonda qurgan hamma imoratlar namuna bo'lib, birinchi imoratdan oxirgi imoratga kelgan odam ko'rib Bobur Mirzoga o'qigani bir, lekin shu haykal qilib uni quramiz, shu binolardan o'tib, mana meros qanday bo'lgan buyuk bobomiz desak,